Buyursa aka, nima qilib o'tiribsiz? Ha, ukam Instagram kavlab o'tiribman. Bo'lib, asabim buzilib. Qarama videomni joyladim. Ko'rdingmi? E'tibor bilan qara. Ko'rdingmi ukam? Narx aytildimi? Aytildi. 15 ming deb narx aytildi. Men shunga hayron qolaman. Ayrim insonlarga men murojaatimda iltimos deb o'ylaysizmi yo tanqid deb o'ylaysizmi? Nega sizlar videoni oxirigacha ko'rmaysizlarmi? Yo e'tibor bermaysizlarmi yoki ko'z ko'rmi bilmayman. Qo'ydim komment qarasam, narx qancha deb yozibdi. Asabim buzilib qara. Qara. Bittasi yozibdi. Qancha? Narxini yozib yuboring. Yozibdi. Yana bundan tashqari boshqa videolarimni ham xuddi shunday muammo. Mahsulotning narxini aytib o'taman, описаниyaning tagida narxini yozib qo'yaman. Yana nimaga narxini so'raysizlar, narxi nechi pul? Undan ko'ra videoni oxirigacha ko'rsanglar, hamma ma'lumot videoda aytib o'tilyapti. Iltimos, insonlar, e'tiborliroq bo'laylik, bir-birimizni hurmat qilaylik. Mana shu videoni shunaqa insonlarga ko'rib yuborib qo'yinglar.